Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 14-18 aprel kunlaridagi haftalik dayjesti bilan tanishing. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan IT Park va Yangi O'zbekiston universiteti hamkorligida 2-4 may kunlari Anti-Corruption Hackathon 2025 hackatoni o'tkaziladi. Mazkur tadbir korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida innovatsion yondashuvlar ishlab chiqishga bag'ishlanadi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxanov boshchiligidagi Respublika ishchi guruhi tomonidan Namangan viloyatidagi chekka hududlarda korrupsiyaviy xavf-xatarlar yuqori bo'lgan sohalar o'rganildi. Xususan, Yangi Namangan va Pop tumanlaridagi mahallalar, ta'lim muassasalari hamda sog'liqni saqlash, qurilish, bank va bandlik tizimlarida mavjud korrupsion holatlarni bartaraf etish ishlari bilan yaqindan tanishildi. Mazkur sohalarda aholi duch kelayotgan boshqa muammolar va to'siqlar xususida fuqarolar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilindi. Davlat xaridlari va boshqa sohalarda o'tkazilgan o'rganishlar natijalariga ko'ra, vazirlik va idoralarga 4 ta taqdimnoma, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga 1 ta, raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasiga 2 ta so'rovnoma yuborildi. Shuningdek, 2 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnomalar rasmiylashtirilib, jinoiy ishlar bo'yicha tuman, shahar sudlariga yuborildi. Respublika idoralararo ishchi guruhi davlat rahbarining topshiriqlari ijrosi doirasida Navoiy shahri va Konimyex tumanida o'rganish olib bordi. Respublika o'rta tibbiyot va farmatsevt xodimlarining malakasini oshirish va ixtisoslashtirish markazi hamda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining viloyat filiallari faoliyati misolida tibbiy xizmatlar ko'rsatish sifati, bemorlarni qabul qilish, elektron tizimlardan foydalanish holati ko'rib chiqildi. Shuningdek, bandlik, maktabgacha va maktab ta'limi sohalarida ham o'rganishlar olib borildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligida davlat xaridlari sohasida korrupsiyaning oldini olish risolasi hamda sohada nazoratni amalga oshiruvchi davlat xizmatchilari uchun qo'llanma taqdimot qilindi. Unda davlat xaridlari jarayonida eng ko'p uchraydigan korrupsiya holatlari, muammoli vaziyatlar va ularning yechimlari O'zbekiston hamda Yaponiya tajribasidagi aniq amaliy misollar orqali tushuntirilgan. Tadbir doirasida Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi bilan aksil korrupsiya yo'nalishida hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Agentlik direktori Akmal Burxanov Saudiya Arabistoni podshohligi nazorat va korrupsiyaga qarshi kurashish idorasi prezidentini qabul qildi. Uchrashuvda ikki davlat aksil korrupsiya idoralari o'rtasida professional aloqalarni kuchaytirish, o'zaro tajriba almashishning imkoniyat va yo'nalishlari muhokama qilindi. Shuningdek, ikki doira xodimlarining salohiyati va malakasini oshirishga qaratilgan o'quv dasturlar hamda qo'shma loyihalarni amalga oshirish kabi yo'nalishlarda muhim kelishuvlarga erishildi. Uchrashuv yakunida ikki idora o'rtasida o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Agentlik direktori Akmal Burxanov va Respublika idoralararo ishchi guruhining Qoraqalpog'iston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish ishlari holati yuzasidan o'rganishlari yakuni Milliy kengash sayyor majlisida muhokama qilinib, hal etilishi lozim bo'lgan masalalar, kelgusi vazifa va maqsadlar aniq belgilab olingan edi. Ularning ijrosini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bilan yaqindan tanishish maqsadida ushbu manzilga navbatdagi o'rganishlar tashkil qilindi. Jumladan, To'rtko'l va Ellikqal'a tumanini korrupsiyadan xoli hududga aylantirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar holati bilan yaqindan tanishildi. Sohalarga oid o'rganishlar davomida ochiqlikni ta'minlash va davlat xaridini amalga oshirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar ijrosida shartnomalarda ko'rsatilgan ishlarni belgilangan muddatlarda bajarishda ayrim kamchiliklar aniqlandi. Ularni bartaraf etish bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berildi. Agentlikka jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan 110 ta murojaat kelib tushdi. Agentlikning qo'l markazi 12:53 ga jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan yo'llangan 51 ta murojaatga huquqiy yo'nalish va tushuntirishlar berildi. Agar siz korrupsiyaga duch kelsangiz, agentlikning qo'l markazi 12:53 yoki yantikor.uz platformasi orqali murojaat qilishingizni so'raymiz.